Assalomu alaykum. Topskill tomonidan tashkil qilingan onlayn database darslariga xush kelibsiz. Bugun darsimizda sizlar bilan aggregate funksiyalar haqida gaplashib chiqamiz. Ya'ni nima u, nima ish qiladi va bizga qaysi tomonlardan yordam bera olishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, aggregate funksiyalar asosan bir nechta kolumnlar ustida qo'shish, sanash yoki shu kabi amal bajarish natijasini qaytaradi. Ya'ni bitta kolumnaning ustida общий rowlarimizdagi kolumnalar ustida qanaqadir ma'lum bir amallarni bajarar ekan. Xo'p, kelar aggregate funksiyalar nimalardan iboratligini ko'rib chiqamiz. Count qavs ichiga berilgan qiymat nechta ekanligini sanab beradi, ya'ni nechta kelganini sanab beradi. Mana uni oxirida bitta ishlatamiz. Hozirchalik shunchaki nima ish qilishini gaplashib chiqib, bitta to'xtalib o'tamiz. Xo'p. Sum qavs ichiga berilgan kolumndagi umumiy yig'inini qaytaradi. Avg qavs ichiga berilgan kolumndagi qiymatni o'rtacha qiymatini, ya'ni average qiymatini qaytarib beradi. Xo'p, min qavs ichiga berilgan kolumnlardagi qiymatlar orasida eng kichigini qaytaradi. Max xuddi shuni teskarisi, ya'ni qavs ichiga berilgan kolumndagi qiymatlar orasidagi eng kattasini qaytarib berar ekan. Xo'p, kelar uncha car ma'lumotlarimizga qaytamiz. Esinglarda bo'lsa, car 100 ta car ma'lumotini kirgizgandik mana. Select count all from car. Xo'p. Bu narsani birinchi carni ma'lumotlarini qaytarib olaman. Kelinglar, copy qilamiz hamda Topskillni ichiga o'chaman. Xo'p. Sxema. O'tgan darsimizda esinglarda bo'lsa, car degan tablni ochgan edik. Kelar o'chirib tashlamaymiz deb boshqa bitta sxema ochamiz. Ya'ni umuman olganda database ochsanglar ham bo'ladi yoki sxema ochsanglar ham bo'ladi. Sxemani ichiga men mishkani o'ng tomonini bosib create sxema deyman. Xo'p. Misol uchun new sxema. Mana shuni ochmoqchiman. New schema deydigan bo'lsam, ana endi qaraydigan bo'lsanglar, public hamda new schema degani bor. New schemani ichini ochadigan bo'lsam, unda ham xuddi shunaqa tablelar ro'yxati bor. Faqat menda endi table ochiq qoldi. Table'ni bunaqa ochib o'tirmayman-da, konsolda query orqali ochamiz. Xo'p, tashiyman hamda bu narsani o'chirib tashiyman va execute qilamiz. Xo'p, ma'lumotlar qo'shildimi? Xo'p, relation car already exists. Demak, qaranglar. Default holatda shundoq beradigan bo'lsalar, bu public sxemani nazarda tutamiz deb o'ylaydi. Shuning uchun sxemani nomini oldidan berib o'tishimiz kerak. Ya'ni qaysi sxema ekan? New sxema degan o'zimiz sxemamizga mana. Hop, new sxema. New sxemani ichida mana shunaqa car degan tableni och deydigan bo'lsam, ana endi menga xatolik bermasligi va uni ochib berish kerak. Kelar mana ochadigan bo'lsam, xo'p. Create table. Xo'p, demak, news S qolib ketgan ekan. Uzr bu yerda. New schema. Mana. Va schema qolib ketgan ekan. Mana ishlatadigan bo'lsam, ko'rganlaridek mana successfully added va ichini bitta refresh qiladigan bo'lsak, mana. Xo'p, new schema degan sxemamizning ichida nima turibdi? Car degan tablemiz turibdi. Ana endi bu new schemani insert qilishga ham har bitta carni oldidan bu narsani yozib chiqishim kerak bo'ladi. Shuning uchun kelinglar shunchaki mana bunaqa qilamiz. Valuesni hammasini o'chirib tashlayman. Hamda virgulga o'zgartirib qo'yamiz. Bu narsani o'zim tayyor holatda tashlab beraman. Sizlardan talab qilinadigan ish hozir shu ochgan sxemalarning nomini berish hamda mana bu joyga ham o'sha sxemalarning nomini yozib qo'yish bo'ladi. New schema. Mana. Xo'p, o'zingizlarning ochgan sxemalarning nomini berib qo'yasizlar va shuni boshdan oxirigacha bitta run qilib ishga tushirib yuborasizlar. Xo'p, ana endi menda hozir muammolar kelib chiqadi. Kelinglar o'sha narsani avvalgi holatiga qaytarib turaman va boshqatdan bitta ishlov beramiz. Xo'p, new schema degan narsani men qaytarib qo'yaman. Hamda xo'p. Altni bosib turib belgilaydigan bo'lsanglar, hammasini bittada belgilab beradi va oldiga mana new schema degan narsani bittada qo'shib qo'ydik. Xo'p,
qo'shib qo'ydik hamda ana endi bu insert query ni nima qilishimiz kerak? Ishga tushirib yuborishimiz kerak. Insert deyman. Can't execute query. Mana. Added successfully. Ichini qaraydigan bo'lsak, mana. Xo'p. Ularning hammasini kommentariyaga olaman hamda the select query yozib tekshirib olamiz, ya'ni. Select all from, ya'ni qaysi tabledan deydigan bo'lsa, new schemani ichidagi car tabledan qara deyman. New schemani ichidagi car tabledan qara deydigan bo'lsam, ko'rib turganlaringizdek, mana 100 ta mashinaning ma'lumotlarini menga qaytarib qo'yib berdi. Faqat u boshqa schemani ichida turibdi. Xo'p. Va mana shuni ustida hozir aggregate funksiyonlar bilan ishlaymiz sizlar bilan. Xo'p, birinchisi count ekan, kelinglar, birinchi bo'lib mana 100 ta mashinamiz dedik. Endi select olmasa, select count deyman. Ya'ni sanog'ini sanagin deyman, nechta. Xo'p, F5 ni bosadigan bo'lsam, menga 100 degan narsani chiqazib beradi. Xo'p, ana endi men aytaman. Xo'sh. Select all from car where maker thing BMW ga deyman. Xo'p. Car where maker thing BMW. F5 ni bosadigan bo'lsak, xo'p, make uzr. Mana. Demak, BMW dan 3 ta ekan. Ana endi men birinchi select all from car where make thing BMW. Mana. BMWlarning o'zini qaraylik, nechta ekan. New schemani ichidan olganda beramiz. Ko'rib turganlaringizdek 3 ta BMW avtomobilini ko'rib turishimiz mumkin. Ya'ni 3 ta dona BMW bor ekan. Mana bu hammasi nechta sanagin deb beradigan bo'lsa, hammasi 3 ta deb sanog'ini chiqazib beryapti. Ko'rib turganlaringizdek mana 3 ta BMW bor. Bu count qilib sanagin deydigan bo'lsam, make BMW ga teng bo'lganlari atigi 3 ta ekan deb count bizga buni sanab berdi. Xo'p. Keyingi metodimiz bu price, sum qilib ishlatilgan bo'lsak, sumga price beradigan bo'lsak, umumiy o'sha berilgan kolumnlarni hamma yig'indisini chiqazib beradi mana. Karlarni aytaman F5. Mana. Price ustuni beradigan bo'lsa, boshdan oxirigacha bo'lgan 100 ta karni narxini umumiy qo'shib hisoblab beradi menga mana. Mana shu hamma kolumnini bir-biriga qo'shib natijani menga chiqazib beradi. Hammasini umumiy chiqazib beradi. Kelinglar, o'sha narsani yozib ko'ramiz. Xo'p. Select sum price from new schemani ichidagi karlar. Mana umumiy narxni hisoblab chiqarib ber deydigan bo'lsam, umumiy mashinalarning narxi aynan mana shuncha bo'lar ekan. Ya'ni 5,507,660 butun %29 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni umumiy qo'shib chiqadigan bo'lsak summasi. Xo'p. Demak, bu sum ichiga berilgan kolumndagi qiymatlarni bir-biriga qo'shib chiqadi, faqat numerik qiymatlar uchun ishlaydi. Ya'ni varchar yoki shunga o'xshash qiymatlar uchun bu amal qilmaydi. Kelinglar, Chevrolet rusumiga teng bo'lgan, makelar Chevrolet bo'lgan mashinalarning umumiy narxini bilmoqchiman, misol uchun. Va make teng bo'lsin Chevrolet. Chevroletga teng bo'lganlarning umumiy narxini chiqazib ber deydigan bo'lsam, hamda F5 ni bosadigan bo'lsam, mana 542,027 ni chiqazib berdi. Hamda shunchaki ularni hammasini ko'raman, ya'ni qanaqa mashinalar bor. Chevroletda demak shuncha 10 ta mashinasi bor ekan. Mana shular umumiy yig'indisi demak bizga qancha chiqar ekan? Mana 542,000 chiqar ekan. Mana shu mashinalarning 10 ta mashinaning yig'indisi 542,000 chiqar ekan. Endi bu yerda dollarda olganman, qancha olgan bilmadim. Xullas umumiy summani mana shunaqa chiqarib berar ekan. Berilgan kolumndagi umumiy qiymatni hisoblab qaytaradi sum funksiyamiz. Ya'ni mana price ni berdik. Umumiy Chevroletga teng bo'lgan hammasini narxini hisoblab berdi. Agar V shartini olib tashlaydigan bo'lsa, butun database bo'yicha mashinalarning qiymatini qanchaga teng bo'lishini bizga hisoblab beradi. Xo'p. Keyingisi avvalgi, ya'ni o'rtacha narx hisoblanadi.
average deganimiz mana average o'rtacha moshinaning narxini chiqasiz hamda Mazda'ning o'rtacha moshinasi narxini chiqasiz. Xo'p, select AVG price from new schemaga kir. Mana mashinalarning o'rtacha narxini hisoblab chiqarib ber deydigan bo'lsam, o'rtacha narx 55.076 chiqar ekan. Ana endi men aytaman. Where make teng bo'lsin kimga? Mazdaga. Mazda. Birinchi Mazda'ning mashinalarini ko'rib olamiz, ya'ni nimalari bor. F5. Xo'p, demak Mazda'da 7 ta mashina bor ekan. 17.000, 68.000, 56.000, 37.000, 17.000, 85.000 hamda 26.000. Ana endi mana shu mashinalarning o'rtacha narxi qancha? O'sha narsani chiqazib bersin bizga. Ya'ni F5 ni bosadigan bo'lsam, o'rtacha narxi 44.204 ekan. Demak, umumiy Mazdaga tegishli bo'lgan mashinalarning o'rtacha narxi mana shuncha keltirib chiqarar ekan. Ya'ni average price aynan shu narsani berdi bizga. Ana endi average price ni aytish mumkin. Mazda tomonidan ishlab chiqarilgan narxi o'sha Mazdaning o'rtacha mashinalardan past bo'lgan umumiy mashinalarni ko'rsatadigan bo'lsam, mana make teng Mazda and xo'p price kichkina deb turib o'rtacha narxiga mana shuni subquery qilib beraveradigan bo'lsam, Mazdaga tegishli bo'lgan mashinalarning o'rtacha narxidan kam bo'lgan mashinalarni chiqarib berish kerak hozir. Mana F5 ni bosadigan bo'lsam, mana 44.000 dan pastlari, ya'ni o'rtacha narxdan past bo'lgan mashinalarning ro'yxatini menga chiqazib berganini ko'rib turishimiz mumkin. Demak, qisqacha shunaqa qilib ham ishlatsak bo'lar ekan. Xo'p, average degani tushunarli bo'ldi degan umiddaman, ya'ni o'rtacha qiymat. Xo'p, keyingisi min. Xo'p, ma'lum bir kolumnda o'sha eng minimalnisini olish, demak, qaysi mashina bilan doji bilan ishlatilgan ekan. Xo'p, birinchi Doji'ni mashinalarini ko'rib olamiz. F5 ni bosadigan bo'lsak, demak, ichida eng arzoni hozir 24.957. Xo'p, mashina narxini chiqazamiz. Xo'p, select min price, eng kichkina price chiqazib ber deydigan bo'lsa, mana 24.957 boyagi price ni chiqarib berdi. Misol uchun Doji'ning eng arzon mashinasini to'liq ma'lumotini chiqar deydigan bo'lsam, taxminan mana bunaqa query kelib chiqadi. Xo'p, select all from car where make teng Doji and xo'p price teng bo'lsa, ya'ni mana shu eng kichkina price'iga deydigan bo'lsak, Doji'ning eng arzon mahsulotini barcha anaqalarni ekranga chiqazib beradi mana. 68-ID ekan, Doji Dakota va mana shuncha qiymatga ega ekan. Demak, min eng kichkinasini topadi va keyingisi max, o'zingiz bilganingizdek eng kattasi degan ma'noda eng kattasini topib beradi. Ya'ni aytaman. Xo'p. Yana xuddi shu query ni beramiz. Faqat endi bizda Doji emas, kimni olar ekanmiz? Toyota'ni olar ekanmiz. Hamda ekranga chiqazaman. Demak, mana shuni all deylik. Toyota'ning barcha mashinalarini ekranga chiqarsa, mana Toyota'ning barcha mashinalari o'z atiga 5 ta don ekan. Xo'p, 36.000, 26.000, 19.000, 98.000 hamda 64.000. Eng qimmati bizda 98.000 bo'ladi. Men endi aytaman. Max, ya'ni eng katta price ni chiqazib ber deydigan bo'lsam, hozir 98.000 chiqaradi menga. Mana F5 ni bosadigan bo'lsam, o'sha 98.263 ni chiqazib berdi. Demak, berilgan kolumndagi eng qimmatini topib berar ekan. Hozirchalik buni 2-3 ta qiymatni baravar bera olmaymiz. Keyingi darslarda, ya'ni misol uchun make bilan maxini topib ber yoki shunga o'xshash querylarni keyingi darsimizda ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hozirchalik bularni qanaqa ishlashini shunchaki tahlil qilib chiqdik. Demak, bizda bor ekan count sanash uchun, hop, sum o'sha berilgan kolumndagi qiymatlarni yig'ish uchun, min o'sha kolumndagi eng kichkina qiymatni topish uchun, max o'sha kolumndagi eng katta qiymatni topish uchun ishlatilar ekan. Xo'p,
Ko'rib turganingizdek, buni har xil kombinatsiyalar bilan ishlasak bo'ladi, ya'ni subquery deb bersak bo'ladi yoki shunga o'xshash holatlarda bemalol ishlatib ketsak bo'lar ekan. Ana shular aggregate funksiyonlar hisoblanadi. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.